Assalamualaikum meşaaldırıcı kadırlı körmenler, sınavlar nak meydanı savaşkınlar, Kırıkkınlar Şincan Televizyon Estansı, Tale Yıldız Programı. Meşaaldırıcı kadırlı körmenler, sınavlar nak meydanı savaşkınlar, Şincan Televizyon Estansı kurulğalıqının 40 yıllık kızgın tabrikini atkan manımışına kasiyet günlerde Tale Yıldız Programı'nın tükenler yeni yüzüyoruz. Özgü işiniz, muvaffak kazanıştan sonuncu kadımı. Şan şeref ve muvaffak ameli hareketimiz şundaklar tirişçanlık zekilidir. İhraldırıcı kadırlı körmenler, işinimizki Tale Yıldız Programı'nın Cengar yaşlarımızı mana bulmuşu, ilim ve mürkada sekilse yıkımı tavlaydı. Senin de olsa insan programı satışkan birinci alaydı mehmanımız kimdir? Aldı bile İhran Kırapakayı, kini İhranımızı merhamet. Selamünaleyküm İbrahim. Roketullarla kaçı mübarek olsunsa. Hatırmadık keşke çaptığımız oğullarımızda tek tutuyorlardı mı? Ya Piratır kıyamet TikTok'ta bir vaziyatıydı mı? Action! Hepsi! Selamcığım! Ben tahmini dedim. Matematiklik iyi saplaydık. 1, 2, 3, 4 sanki Oho, ey, yanma kundek yapıp kendisi. Esimiz zaman yerde yaparımız gelsin Allah'ım sensin. Savaşçılar sonunda hoşlandınız birlikte kızgın alkışlarımızdan büyük busan programımızdan birinci alaydı mehmeni boğan Abdurrahim Rahman'ın sehnimizi teşvik kılımız merhamet. Assalamualaikum Abdurrahim. Program kapasitemizi kızgın karşıladığımız Abdurrahim amca hazır kadar sahnelerden durgun sahne obrazlarını yaratıp kilotsuz. Yaşlarımız, şundaklar körmenlerimiz sizin şu sahnede yaratkan obrazlarınızı ait yaktırıp kilotudu. Annem şu tamaşkınlar, şundaklar ekranlık körmenlerimiz Abdurrahim'den sahnedeki obrazlar, turmuştaki obrazı okşaşmadı, emniyet kandaktı diyen muşu bir soğuk kızıkı diken. Kör turistler, manı ben. Bayam sizler görgen sahnedeki oynalgan eserlerimiz, idotlarımız, onundaki yaratılgan obrazlar, halkımız hem cemiyette hemimiz körüp atkan, şunda olmak, aslında bir obrazlarını sahneleştirip, onu komediyeleştirip, şunda bir obrazlarını yarattık. Hem onların yaktırıp kelip atkanlıklarını, qollap atkanlıklarga köpten köp rahmet. Abdurrahim, yana bir sualını soraştım burun. Ekranını körüp bakaylıp. Belkim, ekranını körüp olgandan keyin bizden sizden nemdep sual soraydığınızda bilip buluşumuz mümkün. Kani, ekranını körüp bakaylıp. Yani bu yak olsa, Abdurrahim Rahman bu yak olsa, Kayser Habibullah. Bana işkinler toğruluk, kızıkarlık hikayeler boğan mı? Boğan. Köpünçe yerlerde basak, keliplam qanday olmanız yaxshi mı teshikni o'qib deb avval so'rab va Qaysar kam chiqimdan buyon ekranlarni ko'rolmaydan olib ketdim. Kim? Sen Qaysar ka. Men Qaysar emas. Sen voy chaqchaqman, kamtarlik bo'lyapti sizda. O'yma chaqchaqimdan. Kamtarlikni qildim bu. U diye Qaysar, men diye Abdurrahim. Men operatsiya ishlayman. U Shinjon televiziyasidan ishlaydi. Sen shuni turibdi. Oy, o bu dedi. Demek Qaysar kam bilan ishimizni doim shunday o'xshatib qoldi. Shunday bir qobiliyatlik, shunday bir bilimlik, shunday bir munavvar bizningki ovoz artistimiz, shundaqlam ko'p programmalar yasachi qilib kelayotgan Qaysar kamga o'xshab qolganimdan intayin faxrlandim. Tamashlar yuqoridan Abdurrahimning hikoyasini anglab o'tdik. Qaysar Habibullah nimdaydikin? Ko'rib bakaylik. Assalamualaikum, Tala Yulduzi programımızın aziz tomoshabinlari. Tala Yulduzi programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatim ko'rishganligimdan intayin xursandman. Mushu munosabat bilan hammalarga salomatlik tilayman. Men Qaysar Habibullah. Sahnada turayotgani Abdurrahim. Ishimizdan yana bir qatim almashtirib qo'ymoqman, juma. Qarindoshlarimiz meni shu Abdurrahimga o'xshatib, "Voyfkam, yiliq etotdi, qalsu bilan o'ynabsiz juma" dedi. Men bir gumoniy ko'z qarash bilan bular qarab bular cho'qim meni shu Rayimga o'xshatib qoldi deb o'ylayman. Yo'q, men u emas, men degan Qaysar Habibullah, men ovoz beraman, riyosatchilik qilaman deb shuni tushuntirsammi, ular bir xil gumoniy ko'z qarash bilan ishonmay ketdi. Tamashbillah, endi Qaysar Habibullah bilan Abdurrahim Rahmonni farq etaldinglarmi? Xo'sh, gapni qisqa qilay.
Abdurim Rahman, sana bugünkü Tala Yıldızı programmasida omad tilayman. Rahmat. Tirishqin. Rahmat. Bugünkü Tala Yıldızı programmasida yaxshi natijalarni erishib, birinchi darajalik mukofotni oldim. Rahmat. Mukofotni olgandan keyin menga avat berishni unutib qolmagan. Yaxshi. Menimcha endi ekrandagi ko'rmanlarimiz shundaqla naq maydondagi tomoshabinlarimiz Qaysar Habibulloh bilan Abdurim Rahmonni aralashtirib qo'ymaydi. Abdurim, mana bugun programmamizga qatnashdingiz, endi universal savollarimizga javob bersiz. Qani, birinchi o'ringa. Birinchi o'ringa. Marhamat. Abdurim, mana qosivatni ichida qo'nchoqlar bor. Har bir savolga to'g'ri javob bersangiz, birdan qo'nchoqni ustiga qo'ya olasiz. Mushu qo'nchoqlarning hammasini qo'lga keltirishingizni umid qilmayman. Musha qo'ya olay. İlham berish uchun birini oldida qo'yib qo'ysa bo'lmaydi-da. Bularni tomoshabinlar. İlhaldırıcı qadrli ko'rmanlar, ko'ryapsizlar, Tala Yıldız programmasi. Bu son programmamizning birinchi alayda mehmoni Abdurim Rahman. Abdurim endi savolimizga javob berdi. Abdurim, birinchi savol. Birinchi savolimiz ekran qarab javob bergan savol ekan, ekranni birlik ko'rib boqaylik qani. Abdurim, qaysi film? Aman Isaxon. Aman Nisaxon nomli film. Yuqorqi ko'rinishda qancha xil hayvon ko'rindi? Hayvon? To'g'ri. Ot, qo'y, bug'a. 3 xil bo'ldi. Tugdi. Tugdi? İşte. To'rt xilga jazmlashtirasiz, shundaqmi? Bir qo'nchoqqa erishdingiz. Ikkinchi savol. Rangli televizor ekranidagi suratlar tuvandagi qaysi 3 xil rangdagi suratlarning ustma ust tushishidan hosil bo'lgan? A. Qizil, seriq, ko'k. B. Qizil, yeshil, ko'k. C. Qizil, seriq, ko'k. Qizil, yeshil, ko'k. Qizil, yeshil, ko'k. O'zgartmaysiz shundaqmi? Yo'q. Xato olib qolsin mayli. Mayli. Qo'nchoqdan yana birisiga erishdingiz. Nima olay bolam, tashbaqa. Umr uzun bo'ldi deb ekanman. Shu savol ekran qarab javob bergan savolga ekranni yana bir qatam birlik ko'rib boqaylik qani. Bu suratda amaliyotga uyg'un kelmaydigan bir yer bor. Shuni tep bersiz. Vaqt beramiz. 5 4 3 2 To'xta. 1. To'xta. Nima? Vaqt to'shdi. Nima? Nima darhol? Nima? Qo'lidagi ko'tilgan taxtayniki yangi o'lchishmagan. To'g'rimi tomoshabinlar? Yana bir qo'shiq aytsangiz. To'rtinchi savol. Taqqa yog'mishish tanarkitida oyoqni muvofiq tanlash intayin muhim. Tuanliklardan taqqa yog'mish oyoqining talabiga uyg'un kelmaydigini. A. A'lo sifatli kal terisidan tikilgan oyoq. B. Oyoqning razmeri odatdagi oyoq bilan o'xshash. C. Chani kauchukdan tikilgan oyoq. Razmlari o'xshash. Nima uchun? Biz taqqa yog'mish oyoqlarni odatda bir numar cho'nab kiyimiz bo'laymi? Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Oy. Yana qo'shiq aytsangiz. Savollar tugadi. Abdurim endi mustakimizning o'tirg'i marhamat. Abdurim endi bunda. Talay tomoshabindan birini tanlab bersiz. Tanlagandan keyin oldin mushu bir o'yin turimizni men so'zlab berman. Bo'lamdi? Xo'sh. Oldi bilan ekranimizdagi suratlar oylandi. Suratlar aylansin. Bo'ldi. Qani, chekingizga marhamat. Programma qatnashganingizda qarshi oldimiz. Abdurim ko'rib xushal bo'ldingizmi? Mayt xushal bo'ldim. Endi bir o'yin o'ynaymiz. Ya'ni chiroy ifodasi o'yini. Siz bizga tuandagidek chiroy ifodalarini o'rinlab bersiz. Birinchisi, Abdurimni ko'rib mayt xushal bo'ldingiz. Abdurimni ko'rib sal xushal bo'ldingiz. Abdurimni ko'rib hayronlik his qildingiz. Abdurimni ko'rib ovozni yig'lab ketdingiz. Abdurimni ko'rib ovozni yig'lab ketdingiz. Abdurimni ko'rib mayt ochiqlandingiz. Bir-birlab ishlaymiz. Birinchi, Abdurimni ko'rib mayt xushal bo'ldingiz. Abdurimni ko'rib sal xushal bo'ldingiz. Abdurimni ko'rib hayronlik his qildingiz. Yaxshi. Abdurimni ko'rib ovozni yig'lab ketdingiz. Qani? Abdurimni ko'rib ovozsiz yig'lab ketdingiz.
Tavşilik neymiş vaxtida işlemedin degan oldu hozir. Endi Abdurim ko'rib nihoyat ochiqlandingiz. Ha, yaxshi. Yaxshi o'ylab, ketmaydi. Endi Abdurim yuqorqi chiroy ifodalarini bizga o'rinlab berdi. Bularni tomoshalar. Abdurim hozir ishimizni ko'rib nihoyat xushal bo'ldingiz. Evet. İşkimizi görüp sen hoşal buldunuz. İşkimizi görüp hayranlık his kıldınız. İşkimizi görüp avazlı şıklat gittiniz. Annem işkimizi görüp avazsız şıklat gittiniz. İşkimizi görüp night açıkladınız. Urup ketmeniz mi? Night yaxshi o'ylayaplar. Sekunda rol elish oson emas, shundaqmi? Shundoq ya. Lekin ifodamiz yaxshi oldu Jumo. Ha? Mushata taraqqisozim bo'ldik. Endi biz talay darxidan bir mukofotni tanlaymiz. Abdurim siz tanlab bering. Qani? Banan. Banan. Aziz buvoq. Bizga mukofot qo'ymangiz. Balalar maktablarini ishlab kelayotgan Xinjiang Aziz xalqaro savdo chekish shirkati ta'minlagan Aziz atirlarga. Qabul qilamiz. Rahmat. Abdurim programmamizga oyoqlashmadi. Azroq damab tursangiz, mush ikkinchi alayda mehmonimizni taklif qilaylik. Qani, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, bu ham programmamizga qatnashgan. İkinci alayda mehmonimiz kimdi? Yana bir qatim ekranimizga marhamat. Yo'q, Bayjon. Yo'yliq shatoq chiqdi. Nima bo'ldi? 100 dan ortiq qo'yqani o'ldi. Demak, bu bizning rasmiy to'yimiz. Bir kollektiv uchun ittifoqlik intayin muhim. Can kilise Közüşüm masalları Kara kaşları Hüdra saçları Görsem görgüm kirledu Ama yüzleri Kara kaşları Hüdra saçları Görsem görgüm kirledu Ama yüzleri Ama yüzleri Mundoşkanıydı Aydın geceler Gökyüzümüz Anı üstüde Mundoşkanıydı Aydın geceler Gökyüzümüz Anızlı'da Aynı gül Gülüp gitti Senden kalan güdek sözünle Güdek sözünle Assalamualaikum, Tahtiyar. Waalaikumsalam Gülşen. Programımız katlaşmanızı kızgın karşı aldınız. Tahtiyar, nurgun yaşlarımız, nurgun körmenlerimiz sizni şu kara kaşlarım namlıq, nakş arqılıq tunagan. Lekin sizam demiş Merkezi Tiyatr İnstitutunu pütürüp, nurgun kinolarda, televiziya tiyatrlarda her xil obrazlarını yarattınız. Endi kolunuzda bunda bir tuyğu payda qılamı. Endi men bu her xil kinolarda, televiziya tiyatrlarda rol aldım.
Lekin endi men shu rollarim orqali emas, balki naqsham orqali yoshlarimizga tunildim. Deb ko'nglingiz yerim bormi? Amaliyotda aytsak, masalan, mening rast ko'nglim yerim bo'ldi. Qora qoshlarim degan naqshni yechdim burunmi? Masalan, o'zim naqshni yaxshi ko'ratdim. Endi ko'p filmlarda har xil rollarni ilib qilsammi, haqlar ancha-muncha ko'chalarda ko'rsam, mayliqi bola yo ayliqi bola deb endi roldagi ismimni ataydi ya Navruz ya Adil ya masalan Anvar Ma'lum bu deganda. Lekin hozirgacha masalan yana qora qoshlarim degan naqshni aytganda tunilgandek tunib qolmagancha shu vaqtda. Ta'sir uncha cho'g'ri. Endi eng oxirida masalan bu naqshni aytgandan keyin ham ko'proq odamlar meni endi film bilan kinodikini birlashtirib, hozir haqiqatan bir tunishga boshladi. Tomoshabinlar, Baxtiyor ingliz naqshini nihoyat yaxshi aytadi. Tankaysiz ingliz naqshidan bir koplik o'rlab bergan bo'lsangiz, tomoshabinlar olqish. On my way to see my friends, select couple blocks away from me. I don't know. Through the subway, just feel about, check about me. In front of me, stood a beautiful honey with the beautiful body. She asked me for the time, and sat off to the name, 6 to the number, and a date with me tomorrow night. Did you decline? I left me out date. Andi universal so'rovlarga javob bersiz. Ishonchimiz bormi? Ishonchim bor. Qani, marhamat, Abdurimning yonida o'tirsiz. Assalomu alaykum Abdurim. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, ko'rasizlar, Talayus programmasi. Baxtiyor o'xshashlar, so'lga to'g'ri javob bersangiz, qo'nchoqni birini ilib ustal qo'yasiz. Boya Abdurim bir qo'nchoqni hamda oldin ola ustal qo'yib olgandan so'ng qildik. Tomoshabinlar, Ikkini qo'yib olam demam. Baxtiyorning sensini oshirish uchun bir qo'nchoqni oldin so'ng qilamiz. Endi savolingizga diqqat qiling. Birinchi savol. Hayotida 600 dan ortiq naqsh ohang yozib, kompozitorlar shohi deb atalgan kishi. A. Chopin, B. Schubert, C. Mozart, D. Beethoven. Schubert deyman. Ismini qilishcha. Buningki to'g'ri javob. Qo'nchoqdan bir narsangiz bo'ldi. Voy. To'g'ri bo'ldi. Ikkinchi savol. Tug'ilgan kuningiz muborak degan naqsha butun dunyoga moda bo'lgan eng ko'p o'qiladigan naqsha. Bu naqsha 1893-yili Amerikada ijod qilingan. Buning ijodchisi bo'lsa A. Amerikalik ikki o'qituvchi, B. Amerikalik ikki ishchi, C. Amerikalik taniqli kompozitor. Amerikalik ikki o'qituvchi degan javob to'g'ri. Nima uchun? Buni men bir qator to'g'ri ko'rgan bu javobni. Ko'rgan. Abdurim, agar siz bo'lgan bo'lsangiz, qaysi javobni tanlaysiz? To'g'ri javobni tanlaydim. Men balkim men undan ishchi bilan o'sha o'qituvchi ishkidan birini o'ylagan. Ammo lekin birini muqim qila olmagandim. Ammo Baxtiyor muzikada gaplashgandan keyin shu manikiga biza qiyib ketdim endi. O'qituvchi deganda taldingiz, shundaqmi siz bu? Buningki to'g'ri javob Amerikalik ikki o'qituvchi. To'g'ri bo'ldi. Mash'an qilyapsiz. Baxtiyor uchun savolingiz ekran qarab javob bergan. So'lga ekran ko'rib boqaylik. Bu suratda nimani his qildingiz? Amaliyotga uyg'un kelmaydigan bir yer bor. Qo'nchoqni beramsan? Demayman. Bermayman u. Nima deyim? Men tepdim. To'xta. Hozir mana bir xatolik. Men kiyim kechak bilan nima? Havo tashish to'g'ri kelmabdi. To'g'ri. Sen masalan men degan film ishlar qayerda buni diqqat qilmaymiz demoqchi menimki javob tashish to'g'ri kelmabdi. Ya'ni ayni davrda havo tashish nima qilsin? To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri bo'ldi, bir qo'nchoq erishdingiz. Yaxshi. Baxtiyor, oxirgi savolingiz. Ekran savoli. Bu savol to'g'ri javob berarsiz, Abdurim bilan tanishsiz. Qani, ekranga diqqat qiling. Baxtiyor, bu qaysi film? Rana, anima. Rana. Abdurim da xushyor. Baxtiyor javob bermaygansa, Abdurim qo'shib ketdi.
Sahabesiyle manda oldu. Ya kelgan sahabesiyle o'xshamaydi mana. Ham raqobat maydoni bo'lgan kim? Sirliq karvoni deydi. Sirliq karvon nomli film shundaqmi? Mush filmdagi qo'shkezak aytsinlarning ismini deb bera olamsiz? İsmi Maçıp kesip istiyor. Aynur bilan Maynur. ha Maynur. Aynur bilan Maynur. Aynur bilan Maynur. Tezlashtirsiz shundaqmi? Qamashlar to'g'rimi? Hozir Abdurim bilan Baxtiyoshkisining qo'njaqlarini tanishib qoldik. Endi 3-alayda mehmonimiz kimdir? Birlikda ekran ko'rib boqaylik. Qani ekranimizga marhamat. Şimdi alaydı mehmanımız güyarın şunu sahnemizi teklif kılınız. Hani Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Güya program katlaşkınımızı kızgın kaçalımız. Konuşmak hazır ekranda bir resimli kırp bakaylı ya. Konuşmak mümkündü. Güya siz mi kızınız mı? Siz kaç yaşaksınız? 1 yaşak. Güya hazırgıca hem şu halk nakşlarını, mukamlarını orunlap kilotsuz. Özünüz hem de amurbat nakşlarını etişini oylap baktınız mı? Onu oylap baktım. Lekin jur'at qilmayapman. Niye jur'at qilmaysiz? Chunki meni xalq asosan shu ijodiy naqsha muqom xalq naqshi bilan to'ylanib, shunaqa to'ylashqa jur'at qilsam, ommabat naqshini aytishga sal qo'rqib qoldim. Endi o'ylig'ingiz menimcha hammadan o'zining shu uslubi bilan taraqqisam yaxshi bo'ldi deb o'ylaysiz. Shundaqmi? Erishgan natijalaringiz ichida eng yaxshi natijangiz qaysi? Natijalarim ichida men shu san'at institutiga muqom sinfda o'qiyotgan vaqtlarim 2003-yil edi. 2003-yil 10-oyda tuyuqsiz maktabda men o'qitirish keldi-da. Maktabda bir cho'ng bir musobaqa bor, shundan tanlanganlar yunlandim mamlakatlik musobaqa qatnashib ekandim. Shundan men necha qatimliq sanoqliq musobaqalardan keyin oxir xalq o'qish musobaqasiga kirdim. Kirib 14 naqshning orasida 3-darajalik mukofotga erishdim. Ben çevirgen sorularla cevap verişlerine bakanlıklarız. Aynen, bakın. Aynen bakın. Bir gün söyleyeceğiz yani. Sıkıntım bak. Hadi kelime başında. Aldıkla okşaşlar görgümü bir koncak soğukluğunuz. Gör, birinci sualınız dikkat kılın. Simfoniya kaç kısımda terkip tapıdı? A. 3 kısım. B. 4 kısım. C. 5 kısım. 4 kısım diye cevap alaysiz. Özgertmeysiz şundaqmı? Bununki to'g'ri cevap. Yani 4 kısım. To'g'ri bo'ldi, bir qancha qiyinsiz. Yani birinchi qismi tez chilinadigan sonata, ikkinchi qismi osti chilinadigan lirika, mazmuni murakkabroq, uchinchi qismi o'tir suratli usul muzikasi, to'rtinchi qismi tez chilinadigan rondoliq tushirga, saltanatli ko'rinishni ifodalaydi. Ikkinchi savolga diqqat qiling. Yevropa uslubida naqsh etish eng dastlab qaysi davlatda borliq kelgan? A. Avstriya, B. Fransiya, C. İtaliya. C cevap to'g'ri. İtaliya. İtaliya, shundaqmi? Shahadingiz to'g'ri bo'ldi. Bir qancha qiyinsiz. Gel. Uchinchi savolingiz ekran qarab javob bergan savolga ekran ko'rib boqaylik, ya. Bu Avatar nomli film. Savol. Qiz bilan yigit minib olgan qushlarning rangiga diqqat qildingizmi? Diqqat qildim. Qanday rangi? Birisining seriq, birisining yeshil. Birisining seriq, birisining yeshil, shundaymi? Qizg'ish-qimoyi seriq. To'g'ri, qizg'ish-qimoyi seriq. Yana birisi yeshil. Yeshil. Endi to'g'ri bo'ldimi? Ha. Javobingiz to'g'ri bo'ldi. Yana bir qancha erishdingiz.
İşkeler yetişiş, işkeler altı kaldınız. Ahir soğunuz ekran qarab cevap verdiğin soğulken, bu soğulga doğru cevap verse, işkeler bilen tanışıdı. Bu resimni bilsiz. İsmi? Mona Lisa. Kimden eseri? Da Vinci'den. Yazımlaştır size. Sözümleştirme. Cevabınız doğru doğru. Yani bir koncak eriştiniz. Gör, universal soğuldun, 5 soğulga doğru cevap verip oldunuz. Hazır, koncak sağınız kaçken? 6 yaşında mı? 6. Baxtiyar bilen Abdurim'nin mu koncak sağını 6 tanışıp kaptı. Baya lekin Abdurim bilen Baxtiyar numar o'rinlab bergan. Shunlashqa bir qo'nchaqni ortiq bergan. Chiqinglar, qanday chiqirdi? Do'st, numara o'rnab Numara o'rnab qo'ysin. O'rnab ortiq. Qabaysizlar? Yo'q, qo'shilsin. Qo'shilman. Unda bo'lsa qaysi naqshni o'rnab berasiz? Abdurishtoq ishlagan Ana Daryo degan naqshni o'qiray. Bo'ldi, unda bo'lsa hammamiz birlikda anglaylik qilib. Yaşlı dağının gözde ağzından aktı şaşalı derya. Oraya gidip oğlar bilen cilemde kalsın ömrü şeyda. Abdurim, Baxtiyar shundoqla tomosha qilinglar. Endi 6 qo'nchoqqa erishib bo'ladi. Ha, xush bo'lar. Nima? Endi 3 nafar moyirimizdan marksani tanishib qoldik. Endi har biringlar 4 savolga javob bersizlar. Savolni intayin tez so'rayman, javobni intayin tez olma. Qani, ko'r. Marhamat, diqqat qilinglar. To'g'ri javob bersanglar, sevatdan qo'nchoq olmaysizlar. Xato javob berib qolsanglar, ustunlardagi qo'nchoqning soni ozayib ma'lum. İnkasınlarının intayin tez hem doğru buluşunu talep kılma. Abdurim'den başladık. Dikkat. Cungunun tunca operasyon aftaşlık kız şundak mı? Şundak. Toğra digiz parmakla otur parmakla kayısın tırgık tezüsüdü. Otur parmak. Toğra birine uzun hayvan til ondakta işkinci orun turduğunu için. Üç keti kızın balısı. Pastorsa kızına doğru izlandı izlandı. İzlaydı. Toğra. Başladık ha. 12 metre çoşkırdan başlayıp çoşkan yedile akılıştı şundak mı? Yap. Cavabı sorgulu yeni çeşme yüzünden başlayıp çoşkırda ahırışırı. Shakespeare'nin meşhur dramisi Hamlet ki baştakıman şahsı adamlık Daniye şahsı mı ya ki Gollandiya şahsı mı? Daniye. Toğra, tümür tümçükü tuz bulandı ya ki egir bulandı. Tuz. Toğra, hiçkini körgül bolmaydan bir nevli tarafta. Bu gilas mı ya ki encür mu? Encür. Toğra. Endi, evet, güher geldi ya. Adam bendeki en küçük sana eğiz başlığı caylaşkan ya ki kulak kısmı var. To'g'ri, onajonim birinchi kuni Jungona doya bayrami kuni bo'lishdan so'ng yana xalqaro yoshlar bayrami shundoq bo'ldi. Javob xato qilib, Shang'alla bayrami. Qaysi mikrodolqinni o'chaq silib qanda portlab ketdi yoki aslo o'zini saqlandi. Portlab ketdi, o'tib ketdi. Yo'lchi odat tuzuk bo'ldi, unda odatda
Endi ko'nchakni sana bakaya. Yine 1, kaslı 2, 3, 4, 5. Abdurimning 5'ga. Baxtiyorning 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi beş. Güyarning 1, 2, 3, 4. Lekin bugungi ishlardan intan yaxshi bo'ldi. Oldu da. Biz hem sizler bilen bir tot oynasak. Nayt yaxshi tomoshalar. Mana mushu 3 aziz mehmonimiz bilan itot o'rinlaysizlar. Bir tayyorlik qo'lamsizlar. Tayyorlik qo'llaymiz. Qani, ishinglar bir tayyorlik qilinglar. Taleyli tomoshabindan oldin birini tanlaymiz. Oldi bilan ekranimizdagi suratlar aylansın. To'xtat. Ha bu. Qani, Bu Toshbaqa. Qo'lingizga yo'lam. Endi Baxtiyor, Güher, men uchaylan balkim o'sha yo'ldan o'tib qolgan o'tkinchilar yo'ldan ketib qolgan. Siz mushuni bir amal qilib, qaysimiz bo'lsin mayli, bir amal setvatsangiz deysiz. Satalısanız bo'ldi. burun ben sit bakalım. Sit bakalım. Kim sit bakar? Kiyim küçük. Kim sit bakalım? Ondan boşa. Mana bugün kıramatımızı köstüdüğün bir tekne hazırlattık. Başlandık. Başlayalım. Bo'ldi mi? Xalqaro cho'ng bozorining oldi. He. Qo'nchaq, toshbaq satmay toshbaqalansiz. Uzun ömür görüşüne yazsam olmagan. Toshbaqani yo'q qilamiz. Bu toshbaqani. Hadi bu so'roq qo'ysiz. Yo'q. Bu bog'i toshbaqada. Bravo. Burcu buludu. Apla. Müşahit saklayma diyen şey bu he? Kaç yaşınız siz? Bu ne bu? Toshbaqa. Yapıyorsunuz? Ya men. Yok baldıramazsam da sanılarım var. Soğuksunuz. Ne bu? Ezan 5 koy. Beşku? Oy öyle oğlum. Ezan. Sütüm şundan yaxşı. Qarab bakma. Yumuşak. Amma ya. Amma. Sütümüzden apkosunuz kaybar. Etiyan japatas turup ben şerim. Mal degende tut bakını, talış bakını, digeye kelgen adamı tut. Ya yaptık basın ya, yaptık basın. Beş koydum fakat şurası var onda. Kiliş basat şümenden. Ne çıkıyor? 5 mi? Aram 5 mi? Tutatmak teşekkür ben bu. Ben onu tutmakın beklesi karam. Sonra yani amma. Koşan bok yapıyorum ben. Ya amma. Lan mıyım tuttum da. Tutulur tutulur. Bu ne ammayı ne? O kadar etiyan vurma çön dersen o mayını sana set durmamdı. Bir kere var bizim idotu var, mama versen trangal gibi konserim. Ben bunu söyledim. Ya anlasam bulandı ben anlasam. Ya anlasın olmayı da alsın buldu. Kaç pul yok bende. Ben de bak. Kaç yaparım. İşte o yapıyor lan. Adır aşağı. Vuhu. Ben elana ya. Oy nakli beş koymak getirdim. Acı ben sizin beyin. Paşa potu olmaymasın da. Oy ya bundan şu. Itu kalimat kandaki? Teske. Endi mana mush mukofot buyumini sizlarga beraman. So'q qilish. Nicat yılsız bedi seyret kanıtı. Yüzlerlik e'tibor kartisi qabul qiling. Rahmat sizga. Rahmat. Teşekkür ederim. Rahmat. Sizlar alaydiganingizga rahmat aytamiz. Yana bir qatam ko'pdan ko'p rahmat vaqt qo'yishdan vaqt chiqarib programmamizga qatnashganlarga, mana shu tomoshabinlar shundaqla ko'rmanlarimiz nomidan sizlarga rahmat aytamiz. Bunday programmamizga davomli qatnashib turgaysizlar. Albatta azroq so'g'imizda u bo'lsa Şinjan Tabassum Xalqaro savdo sertifikati ta'minlangan har xil CD, VCD, DVD plastinkalarni shundaqla barmoq test qatorliqlarni o'qish iqtidori ega bo'lgan eng yangi Tabassum markali DVD apparati. Qabul qilinglar. Onun başqa Abdurim bilan Baxtiyorga yana Urumchi Shoshimin 4-5 qavat Marva kiyim-kechaklarni to'plab partiya huquqini ta'minlagan Marva kiyim-kechaklari Gülergi bo'lsa, xalqaro cho'ng bozori 1-bino 2 qavat 1260 do'kon Sofiya kiyimlarini to'plab partiya huquqini ta'minlagan Sofiya markali kiyim-kechaklar ko'nglimiz qabul qilinglar, oddiy bo'lsin.
sizlarga. Mana programımız ayaklı çaldıda her birinizlar bugün programımız katlaşkan təsiratıqlarını sözləb ötən bolsanlar, çıxanlar bir cümle söz deyib çaqlab. Bunun təsəratım tələ yolculuğun yeni də burun gəlməyəndiyini degan bir təsəratı iyi oldu. Pat-pat qatmış durduğunda həm geçəni təklif tutursunuzlar. Təklif tutursunuz əlbəttə. Həmlə qatmışıb tursaq, təlim sınab tursaq. Men onu təəssüratım şunda yaxşı yaşlarımızdan bundan keyin təşəbbüskarlıq bilan Tələ Yıldızı proqramısıga qatnashib turishini hammamizning Tələ Yıldızı proqramısı bilan texmo yaqin turishimizni xohlayman. Rahmat. Rahmat. Alemimizdeki o'quvchilarning shunday jamiyatda barliq yoshlarning Tələ Yıldızı programmasi orqali o'zining bilim nazar doirasini sinab o'tishini umid qilaman. Rahmat. Albatta, sizlarning bundan keyingi barliq ishlaringizga utuq tilaymiz. Xizmat shundaqla turmushingizda yangi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilamiz. Hozirgi qadrli ko'rganlar, shundaqla naqdaydan tomoshabinlar programmamizning shari hammamizga fursat bor. Fursat kutib o'tirganlarga emas, balki izchil tirishganlarga mansubdir. Hozirgi qadrli ko'rganlar programmamizga to'r orqali ko'makchi bo'lsanglar, umid sen to'r bekitib chiqsanglar bo'ladi. Tilaysan programmamizga tarixi nazmlar, yanalar sizlar uchun tilaysan ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum, hozirgi qadrli ko'rganlar, shunaqla naq maydonni tomoshabinlar, ko'ryapsizlar Shinjon televiziya stansiyasi Tələ Yıldız programmasi. Hozirgi qadrli ko'rganlar, shunaqla naq maydonni tomoshabinlar, Shinjon televiziya stansiyasi qurilganligining 40 yillik qizg'in tabrikni o'tgan mana shunday xosiyat kunlarda Tələ Yıldız programmasi sizlarga yana yuz ko'rdi. O'ziga ishlash, muvaffaqiyat qozonishning tunji qadami. Şan-şeref ve muvaffaqiyat amaliy hareketimiz shundaqla tirishchanlikdan keladi. Hozirgi qadrli ko'rganlar, ishimizga Tələ Yıldız programmamiz jangovar yoshlarimizni mana bu shu ilm-fan raqobatchilikda texnik tanlaydi. Qanday bo'lsa, bu son programmamizga qatnashgan birinchi alayda mehmonimiz kimdir? Oldi bilan ekran qarab boqaylik. Qani ekranimizga marhamat. Assalomu alaykum bizlar. Abdurim Rahman bu yoq bo'lsa, Qaysar Habibullah. Bana ishqillar to'g'riliq qiziqarli hikoyalar bo'lganmi? Bo'lgan. Ko'pinchalarda bo'lsaq, keliblar qanday olinib yaxshimi, teshikmi, u deb avval so'raydi va Qaysar kam yiqimni bilan ekranlarni ko'ramaydi olib ketadi. Kim? Sen Qaysar ka. Men Qaysar emas. Sen voy chaqchaqaman, kamtarlik bo'lyapti. O'yma chaqchaqimdan. Kamtarlikni qildim bu. U diye Qaysar, men diye Abdurim. Men operatsiya ishlayman. U Shinjon televiziyasidan ishlaydi. Sen şunu turibdi. Oy, o bu dedi. Demek Qaysar kam bilan ishimizni doim shunday o'xshatib qoldi. Shunday bir qobiliyatlik, shunday bir bilimlik, shunday bir munavvar bizningki ovoz artistimiz, shundaqlam ko'p programmalar yasachi qilib kelayotgan Qaysar kamga o'xshab qolganimdan intayin faxrlandim. Tomoshabinlar yuqoridan Abdurimning hikoyasini anglab o'tdik. Endi shu tomoshabinlar shundaqla ekranga ko'rganlarimiz Abdurimning sahnadagi obrazlar turmushdagi obrazi o'xshashmidi, amaliyot qandaqdir degan shu bir savol qiziqadi ekan. Ko'rib turibsizlar, mana men. Bayam sizlar ko'rgan sahnadagi o'ynalgan asarlarimiz, etotlarimiz, uningdagi yaratilgan obrazlar, xalqimiz ham jamiyatda hammamiz ko'rayotgan shunday ummat shunday bir obrazlarni sahnalashtirib, uni komediyalashtirib, shunday bir obrazlarni yaratdik. Hammalarning yoqtirib kelayotganliklarini, qo'llayotganliklariga ko'pdan ko'p rahmat. Abdurim, yana bir savolni so'rashdan burun ekranni ko'rib boqaylik. Balkim ekranni ko'rib bo'lgandan keyin bizning sizdan nima deb savol so'raydiganimizni bilib bo'lishingiz mumkin. Qani ekranni ko'rib boqaylik. Yani bu yoq bo'lsa, Mübarek olsunlar. Hatırladım keşke yaptım bu yollarımızda tek tutuyorlardı mı? Ya operatör kıyama TikTok'ta bir vaziyet yapıcı mı?
Action! Qizim! Selamjon! Ben sana nima dedim? Men matematiklik hisob qilib 1 2 3 4 santimetrlar dedim. Aysa, yanma qumdek gapirgan Aysa. Esimiz zamonga yaparmiz kelsin Allohim Aysa. Savaşçılar sonunda hoşlandınız birlikte kızgın alkışlarımızdan büyük Busan programımızdan birinci alaydı mehmeni boğan Abdurrahim Rahman'ın sahnemizi teşvik kılımız merhamet. Assalamualaikum Abdurrahim. Program kapasitemizi kızgın karşıladığımız Abdurrahim amca hazır kadar sahnelerden nurgun sahne obrazlarını yaratıp kilotsuz. Yaşlarımız, şundaklar körmenlerimiz sizin bu sahnede yaratkan obrazınızı ait yaktırıp kilotuduk. Kayser Habibullah nimdeydikin? Körüp bakaylı. Assalomu alaykum. Ta'ala yulduzi programmamizning aziz tomoshabinlari. Ta'ala yulduzi programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatim yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Mushu munosabat bilan hammalarga salomatlik tilayman. Men Qaysar Habibullah. Sahnada turayotgani Abdurrahim. İkimizden yana bir qatim almashtirib qo'ymoqlar, juma. Qarindoshlarimiz meni shu Abdurrahimga o'xshatib, "Voy-ukam, yiliq etotib qaltisi bilan o'ynabsiz juma" dedi. Men bir gumoniy ko'z qarash bilan bularga qarab, bular cho'qim meni shu Rahimga o'xshatib qoldi deb o'ylayman. Yo'q, men u emas, men degan Qaysar Habibullah. Men ovoz beraman, riyosatchilik qilaman deb shuncha tushuntirsammi, ular bir xil gumoniy ko'z qarash bilan ishonmay ketadi. Tavashbillah, endi Qaysar Habibullah bilan Abdurrahim Rahmonni farq eta oldinglarmi? Xo'sh, gapni qisqa qilay. Abdurrahim Rahman, sana bugungi Ta'ala yulduzi programmasida omad tilayman. Rahmat. Tirishqin. Rahmat. Bugungi Ta'ala yulduzi programmasida yaxshi natijalarni erishib,